Erta, 2025 yil 12 dekabrda RTV kanalida Marjona serialining ko'p kutgan 24 qismi chiqadi va men hali hamon bu loyiha o'zbek televideniyesidagi eng nozik va bir vaqtning o'zida eng yurakni ezuvchi serial ekanligidan hayratdaman. Ssenariychilar ideal formula topib olishdi shekilli. Har bir yangi qism uzaygan tanaffusdan keyingi chuqur nafasdek yurak urib tugun bo'lib turadi insoniy munosabatlar go'zalligidan. Bu qismda Marjona nihoyat bir necha haftadan beri kutgan qadamini tashlaydi, o'zidan ham yashirib yurgan his-tuyg'ularini ochiq aytadi. Lekin mualliflar arzon melodramaga tushmaydi. Hamma narsa juda nozik, hayotbob va terini tik turazgulik darajada samimiy. Ayniqsa, operator ishiga qoyil qolaman. Kechasi Toshkent, yomg'ir, nam asfaltdagi chiroq nurlari va nihoyat bir-biriga rost gapni aytayotgan ikki inson. Aktyorlar xuddi hayotda shu tuyg'ularni boshdan kechirayotgandek o'ynayapti. Marjona anchadan beri oddiy serial emas, bu qalbga taskin. Erta RTVda prime time'da ko'ring, juda chiroyli va juda haqiqiy bo'ladi.